100% bu yomg'ir suvini o'tkazdirmaydi. Endi buni yana bitta afzalligi bor. Masalan, ko'pchilik savol berishadi, qishda bu shotyorlardan qanday foydalanish kerak? Qor yoqqan vaqtda ham o'zini karkazlari ko'taradimi deb ko'pchilik savol beradi. Tog'li hududlarda qor juda ham ko'p yog'adi. Ustidagi tom qismini yechib olib qo'yinglar. Qolgan bahor, yoz, kuz fasllarida bemalol turaveradi. Sababi qor ustiga o'rnaydi. Misol uchun 20-25 sm yog'adigan bo'lsa, mana profillari ko'tarmasligi mumkin. Tobiga ustidagi chexolni olib qo'ysangiz, temiri zanglamaydigan temirdan qilingan, bu turaveradi, hech muammo bo'lmaydi. Erta bahor kelishi bilan shotyordan foydalanayotgan vaqtingizda chexolni taqib olaverasiz. Yoz kunlarida kun isib ham ketib qolishi mumkin-da. O'shaning uchun maxsus teshikchalar qilingan, tepasida issiq havo tepaga harakat qiladi. Ya'ni tepasidan chiqib ketib qoladi. Bu maxsus portishga qilingan. Ko'pchilik tapchan qo'yaman deydi. Mana hozir ham tapchan qo'yganmiz o'zi. Viloyatlarga yetkazib berish qanday bo'ladi? Xo'p, bizning mijozlarimizga yetkazdirib berish juda ham oson. Hozir tushuntirib o'taman. Bizni ishxonamiz, skladimiz, ofisimiz Toshkentda bo'lganligi uchun Toshkent shahar, Toshkent viloyatiga yetkazdirib berish umuman muammo emas. Endi ko'pchilik vohadan, vodiydan yoki bo'lmasam O'zbekistonning turli hududlaridan buyurtma berishadi. Biz odatda qanaqa qilamiz? Belgilangan razmerni, ya'ni siz tanlagan razmerni biz skladimizdan olib, Abu Sahiydan juda ko'p joylarga, demak, har xil Isuzu'lar, har xil mashinalar, yuk mashinalar qatnaydi. Mana bu mashinalarga olib borib berish xarajatini o'z bo'ynimizga olamiz. Ya'ni biz skladimizdan har bitta viloyatda pitagigacha bo'lgan dastavkani o'zimiz bo'ynimizga olamiz, yukni yetkazib beramiz va mijoz bilan ushbu shofyorni, yuk olib ketayotgan shofyorni telefon orqali bog'lantirib qo'yamiz. O'shanda ishonch juda ham yaxshi bo'ladi va rasmlariga olib chiroyli qilib tashlab beramiz mijozga. Ya'ni bizni qo'limizdan yuk chiqib ketganligi haqida informatsiyani beramiz. Odatda bir kunda bemalol yetib boradi bu mahsulotlar. O'zbekiston bo'ylab. O'zbekiston bo'ylab bir kunda yetib boradi. Bu shotyorimiz narx-navolari nima uchun qimmat o'zi? Xo'p, Ilhomjon, yaxshilab tushuntiraman. Juda nozik masala. Ko'pchilik mijozlarimiz mana shu joyda ikkilanib qolishadi. Buni ko'chadagi profillari nozik bo'lgan, boshqa turdagi shotyorlar bilan solishtirib qo'yishadi-da. Bu narsa xato. Yaqinroq kelib, mana shu yerda turgan stoykasi zanglamaydigan temirdan qilingan bo'ladi. Ko'ryapsan, sifatlarini chiroyli qilib, ranglarini sepib, har bitta bolt gaykali bo'shatib olinadigan qilingan. Qolaversa, tepasidagi matosi suv o'tkazmaydigan, oddiy mato emas-da bu, suv o'tkazmaydigan polyester matosidan qilingan. Ikkinchi navbatda atrof chekasi ikki xil parda ketadi. Masalan, 3 metr bo'lgan taqdirda ham 12 metr mana shu pardadan ketadi. Uzunasi 2 metrlik. Qo'shimchasiga mana bu pardalari bor. Atrof chekasidagi moskitli pardalari bor-da. Uchinchi navbatda buni Xitoydan olib